Yomg'ir, muz, qor va loyqa yo'llar shinalarning qattiqlik darajasini kamaytiradi va ular sirpanib ketish kabi baxtsiz hodisalarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa katta qurbonlar va moddiy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shinalar sirpanishga qarshi qalinlashgan, yelin materialdan tayyorlangan va sirpanishga qarshi tirgak uslubi qo'llanilgan. Ular bir vaqtning o'zida shinalarni himoya qiladi. Har bir bo'lakda 6 ta sirpanishga qarshi po'lat mixlar mavjud bo'lib, ular shina va yer orasidagi ishqalanishni 50% ga oshiradi. O'rnatish qulay bo'lib, avtomobilning maxsus asboblarini ishga solib o'rnatmaysiz. Hozir qo'ng'iroq qiling va 6 ta shinalarni himoyalovchi zanjirni atigi 199 ming so'm evaziga xarid qiling. Sizga yana o'rnatish asbobi va qo'lqop sovg'a sifatida qo'shib beriladi. 5 daqiqa ichida o'rnatish mumkin. Atigi 199 ming so'm. 35 gradus sovuqda ham shakli o'zgarmaydi, buzilib ketmaydi. Atigi 199 ming so'm. Yana nega ikkilanasiz? Hozirroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering. U bilan to'satdan yurib ketish, to'satdan tormozlash, o'tkir burilishlar, toqqa chiqish, suvdan o'tish, loy, qum, qor va muzli yo'llar kabi turli sharoitlardan osongina chiqa olasiz. Qo'ng'iroq qiling va 6 ta shinalarni himoyalovchi zanjirni atigi 199 ming so'm evaziga xarid qiling. Sizga yana o'rnatish asbobi va qo'lqop sovg'a sifatida qo'shib beriladi. 5 daqiqa ichida o'rnatish mumkin. Atigi 199 ming so'm. 35 gradus sovuqda ham shakli o'zgarmaydi, buzilib ketmaydi. Atigi 199 ming so'm. Yana nega ikkilanasiz? Hozirroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering.